Kambag'allik bu tanlov. Ko'p holatlarda bu tanlov hisoblanadi. Boriga shukr deyish bilan kambag'allikka rozi bo'lish har xil narsa. Ko'pchilik tushunmaydi buni. Bizda kambag'allikni romantika qiladigan ma'lum bir qatlam bor. Ularning ertaklarida atrofidagi hamma boy odamlar haromdan pul topgan, o'zlari esa juda ham halol bo'lganliklari uchun sabr qilib yashashga majbur. Ajoyib dunyoqarashi, lekin buni ortida shunchaki erinchoqlik yotadi. Ular birovlarning yutuqlariga iflos ta'rif berib, o'zlariga bo'lgan hurmatlarini saqlab qolishmoqchi bo'lishadi. Agar ular jamiyatda boy bo'lish uchun imkoniyat borligini tan olishsa, bu ularni bozorda qadrsiz ekanligini dalolat bo'lib qoladi. Hattoki jamiyatda imkoniyat bor degan gapni ular haqorat deb qabul qilishadi. Ko'chadagi shuncha qimmat mashinalar, yangi qurilayotgan uylarni odamlar olyapti-yu, 100 minglab odamlar o'g'ri emasdir. Sabr, bizning ko'chamizda ham bayram bo'lib qolar. Juda ham chiroyli gap. Lekin bunaqa gaplarni yaxshi ko'radigan odamlar odatda hech narsa qilmaydi hayotda. Hayotni yangi bosqichga olib o'tish uchun noto'g'ri o'sib turgan suyakni sindirish kerak. Uni og'rigiga chidash kerak. Sabr bilan. Sabrsiz demayapman. Lekin inson o'ziga berilgan kundan maksimum foydalanib, agressiv sabr qilish mumkin. Kambag'allik tanlov deyishimga eng zo'r misol sog'-salomat tilanchilar. Ular o'zlarini muhtojdek ko'rsatishga uyalishmaydi. Ular haqiqatan siz beradigan pulga muhtoj, lekin bu tanlangan muhtoj. Chunki ular bunga rozi. Ular kambag'al bo'lish shartnomasiga qo'l qo'ygan.